Reels menga bir haftada 1300 ta yangi подписчик olib keldi. Ishonasizmi? Lekin juda katta heytlarga uchradi. Men tavsiya qilayotgan kinoimni hamma ham to'g'ri tushunib, tahlil qilib ko'ra olmas ekan va shuning uchun menda zo'r ideya ochildi. Ya'ni kinoni tahlil qilib, daskanalni har bitta harakatidan, har bitta so'zigacha men sizga tahlil qilib tushuntirib beraman. Faqat bu ayollar uchun. Yopiq Telegram kanalida bo'ladi. 2 soat davomida onlayn translyatsiya qilamiz. Siz ham bemalol savol berasiz, insightlaringizni almashamiz, bemalol fikr almashish imkoniyati bo'ladi. Agar bu kino tahlilida qatnashmasangiz, 3 ta eng asosiy narsani yo'qotasiz. Birinchisi, bu kino tahlil bu yil qaytib bo'lmaydi. Ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa, bunaqa narxga hech qachon bunaqa proyekt bo'lmaydi menda ayniqsa. Va uchinchi eng asosiy narsani aytaymi? Bir marta kinoni tahlil qilib ko'rganingizdan keyin o'tirib hamma kinoni tahlil qilib joyida uradigan bo'lasiz. Agar shunaqa imkoniyatlarni qo'ldan boy bergisi kelmasa, srochno plus belgisini qoldiring. Men sizga daskanalni informatsiya beraman. Keyin maza qilib o'zimiz yopiq chatda gaplashamiz. Hamma ayollarni kino tahlilda kutib qolaman. Bu oxirgi imkoniyat desam adashmagan bo'laman. Chunki ustida juda ham katta ter to'kyapman. Haqiqatdan. Va bu sizlar uchun inshaalloh foydali bo'ladi. Srochno o'rtoqlaringizga jo'nating, bu oxirgi imkoniyat.